Ailda mundaq qo'rg'i cho'p itib yeb yiqqa ta'm tilingizlam qoldi. Cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydi. Oziqlik qiymati intayi yuqori. Buni qanday qatdimki qiynamsiz birlikda tugunayli. Avval oqshomchilab qo'ygan noqutni 20 minut atrofida pishirib elib olamiz. Yeng qo'rg'i go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab elib olamiz. Ma qo'rg'i go'shtining chiroyliligida o'xshitib bir polo atkim kelib ketdi. Qo'rg'i besib atgan poloni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz bormi? Ush raqamini besib beqinglar, qanchalik do'stlarimiz amroqga birlikda ko'rib baqaylik. Agar jiqaroq bo'lib qolsanglar, kelarki videomda antay qilay. Onundikan qizilloz, ko'klozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha sal cho'ngroq qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Ang muhimi Sinjang samsaq so'ng piyazlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar Xiaomi'lardan 5-6 tal to'g'rab olsanglar ajoyib ochiq-chuchuk o'xshaydi ekan. Lag'man jinsini videoda ko'rsatgan bo'yicha besib, qozon silib pishirib olamiz. Buning chaplashib qolmaslik uchun azroq shuncho qo'yib, yaxshi ilashtirib olamiz. Qozonga sal jiqaroq may qo'yib, qo'rg'i go'shtini silib, maydan bir o'tkazib elib olamiz. Bunda qo'rib olgan qo'rg'i go'shti ajoyib churuk yambak yeyishga chiqdi. Onundikan qozonga bek azmay qo'yib, Sinjang samsaq so'ng piyazlarni silib, purqichqich qo'rib olamiz. Onundikan pandirni silib qo'raymiz. Pandir ezilib suvi chiqqandan keyin cho'ngstamning qurdaq tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ngstamning cho'ngliqi bor go'shtlam qo'rsangiz, salsangiz bo'ldi. Ajoyib o'xshaydi. Nambavru, qurdaq, pintang hammasiga o'rtaq ishlatishga mos keldi. Onundikan qizartish uchun bir qo'shiq chanvag'anlarni silib etamiz. Onundikan nuqut ko'k burchaqlarni silib birishga qo'rib atgandan keyin zalab elib olgan qo'rg'i go'shtini silib videoda ko'rsatgan bo'yicha qo'rg'i chilashqidek suv qo'yib taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Onundikan abiyatdan pishirib olgan cho'pimizni solamiz. Qizilloz, ko'klozlarni silib etamiz. Yaxshi ko'rsanglar, yubasay sevasanglar texmi yeyishlik bo'ldi. Uyda azroq qo'noq ekandiq, unim o'g'itib silib etdim. Endi bularni bir ishkilashtirib atgandan keyin chiroyli taqsimiz usib, mehmonning oldiga chiqing yoki uydagilaringiz etib bering, maqtab turib yeb ketadi. Uygunib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.